Navbatdagi savolda ishlaymiz. Sertifikatda ikkinchi savolda o'chadi bu. 18 taqsim 65 ko'paygan deyapti. Xo'p, 18 taqsim 65 ko'paygan. Birinchi qositcha uchun hisoblab olamiz. Bunga ikkitadan beramiz. Mahraj 36 bo'lish uchun 41 ko'paygan 2 minus 17 taqsim 36 plus 7 taqsim 6 plusdan yana bunga mahraj beramiz. 7 tadan bersak 49 bo'ladi. 4 ko'paygan 7 plus 5 taqsim 49. Endi ko'paygan 99 bo'lingan 99 taqsim 49 bo'lyapti bu. Hisoblaydigan bo'lsak 18 taqsim 65 ko'paygan 41 ni 2 ga ko'paytirsak 82 bo'ladi. Bundan 17 ni ayiramiz endi. 36 plus 7 taqsim 6 plusdan 7 kara 4 28, 5 ni qo'shamiz bunga 33 bo'ladi. Taqsim 49. Bo'lish ko'paytirish bo'ladi teskarisiga, ya'ni 49 taqsim 99. 49 lar qisqarib 1 bo'ladi. 3 bilan 33 bilan 99 qisqarsa 3 bo'ladi. Bu yoqda 1. Hisoblaydigan bo'lsak 18 taqsim 65, 82 dan 17 ni ayirsak 62 65 bo'ladi. 65 taqsim 36 plusdan 7 taqsim 6 plus yana 1 taqsim 3 bo'lyapti. O qositchadan 1 taqsim 3 chiqdi-ku, shuni hisobiga. Keyin 65 lar yana qisqaradi. 18 bilan 36 qisqarsa 2. Demak, bunda bitta qolyapti. 1 taqsim 2 plusdan 7 taqsim 6 plusdan 1 taqsim 3 bo'lyapti. Mahraj bersak 2 tadan, bunga 3 tadan. Hisoblaydigan bo'lsak, mahraj 6 ga teng. 3 kara 1 3 plus 7 plus 2 12 taqsim 6. Javob 2 ga teng ekan. Xuddi shu kabi misollarda ishlanishi YouTube'da ham video darslikda qo'yilgan. Video darslar ko'rgan bo'lsangiz muammo bo'lmaydi.